Salom do'stlar, men sizlar bilan tarjima. O'zi bugun biza shu Let's Play ikkinchi qismini olamiz. Shuning uchun birinchi, agar sizlar hech narsani mantig'ini ham tushunmagan bo'lsangiz, birinchi qismga tushuntirib o'tmagan ekanman. He. Mayli. Meni ramkalardan narsalar yasayman-da. Mana shu narsalarni ramkalarda kreativ Minecraft o'ynaganlar bilan kreativda hamma bedrock shunga o'xshagan qilich narsalar. Mencha ramkaga shu hamma narsani iloji bor narsalarni qo'yaman. Masalan, bedrockni sindirish iloji yo'q. Shuning uchun uni qo'shmaymiz. Shuning uchun biz shu Let's Play ikkinchi qismi. Birinchi qismi nazar ketmagandek, hozir ketsa ham bemalol bo'ladi. Faqat bizga mana bu kerak. Mana bulardan kerak bizga. Mana shuni bitta tushsa hamma majbur. Albatta bunaqa omad yo'qda. Mana shu ikkovidan bitta bo'lsa ham tushsa obuna bo'lishga majbursizlar. Va like bo'lishga, uzoq yozishga. Va tushmadimi? Nima bo'lyapti? Sen boyibdan beri asabimga o'ynayapsan. Hozir bir urim maza aytdim shu piluchaga o'ynamaslik kerak deb. Qiziq bo'lishi uchun pilucha mashina tushadi. Tushunam. Mana shuni chalasam tushmayapti. Tushadi deb o'ylasam tushmayapti. Mana qilib qo'lamasa bo'lmaydi. Bu istimga kelaveradi. Tushmadimi? Va tushmadi. Boshqa shu so'rga o'tamiz. Bularni shunchaki qo'yish. Bular qo'ysa bo'ladi. Zombi qochibdi. Voy, tushdi. Voy, ikkita jon qoldi. Voy, hozir voy, ikkiga birmi? Mayli, ikki o'ynayman. Bitta ham zarba bera olmaydi. Meni uxlavorish kerak edi, lekin men bittagina yotoq yetmayapti-da. Shu uxlash uchun. Masalan, buni bog'da o'ynash mumkin emas. Bitta bo'lsa topish kerak. Birinchi qismga ko'rgan bo'lsanglar, Let's Play'ni 2 marta o'lgandim. Bir o'rgimchak o'ldirgandi, bir nima deysam aka. Bir mana shu skelet o'ldirgandi. Shularda endi qasossam o'lib o'ldim-da. Siz bo'le. Albatta, yangi videoni sizlarga qachon chiqishini umuman aytmayman. Chunki sizlar shunday kanalimga obuna bo'lmasa, shunchalik qiziq videolarni, kulgili videolarni mazza qilib ko'rasizlar. Lekin nega? Shuncha mehnatlarimga obuna bo'lishga mumkin emasmi nima? Kim desa taqiqlab qo'yganmi? Shunaqa qilib men kanalimga obuna bo'lish mumkin emasmi? Yo'q, meni kanalimga obuna bo'lasizlar. Yoki meni kanalimga obuna bo'ladiganlar ko'pgina. Lekin meni kanalimga deyarli 10% odamlar obuna bo'lmaydi. Yoki aniqni-ku yaxshi bilmayman, lekin aniq obuna bo'lmaganlar ham bor. 108 ta, 107 ta ham bo'lib qolishi ham mumkin. Kim bilsin. Bu holatlar juda ko'p uchragan. Shuning uchun kanalchaga obuna bo'lib, like bosib, umuman unutmanglar. Shuning uchun yangi video qancha ko'p obuna yesa, yangi video o'zi
Men kanalimga 109 ta obunachi bo'lsa yangi video chiqadi deb o'ylaganlar ahmoq. Yangi video 110 ta bo'lsa chiqadi. Tushunasizlar meni asabimga. Beralar ko'rish kerak. Bo'rtachan o'g'lamizni shapaloq beramiz, yig'lab yorishadi. Kechiring, tajim, o'y boshqa qilmayman deb baqirishadi. Menchi yo'q, sizlar juda yomonsilar deb o'ylayman-da. Mana bu bratishimizni qutqaramiz. Bratishimni yaxshimisiz? O, 5 bo'ldi, urlay 5 bo'ldi. Yana kim qishloqlarni o'ldirmoqchi? Holiga boylarni tog'i bo'ladi. Yo'q, qanday uka? Uka, kim yoryapsiz uka? Uka, menga yoryapsiz uka. Bechora yosh yetdi. Dikin aytgancha biza o'zi qorachun. Nima bu g'arabini? Bizati bittagina joy yetmayapti-da, shuni topish qiyin. Nima balo. Men bildim do'stlar, qaranglar. Men shuncha narsa bordi, hammasi boshqa joyga. Men shuni desam bo'ladi. Shuna qilib parta yo'qamiz hozir. Parta yo'qamiz. Parta yo'q, lekin hozir parta kirishga shoshilmayapman. Hozir bulardan yasab olamiz. O'q yasam bo'larkan, mayli yasaymiz. Kechdan ko'ra hech yaxshi. 8 ta bog'larni bundan esa bitta. Hisob kitob animer sen tugadi. Yetmasa mana bunday o'qilayman. Hamma qilibsizlar. Baloda bular qaraydi. Do'stlar, sizlar ko'rgan bo'lsanglar kerak. Mana hozir necha daqiqa. Sizlar bilgan bo'lsanglar kerak, bu golemlar jangi degan videoni agar ko'rganlar bo'lsa, ko'rmaganlar ham ko'rsa masal beraman. Golemlar jangida bitta xatolik bo'lgandi-da. Mana urolmagan sababi Qur'on ochmaydi rejimga ekanman-da. Agar shunga e'tibor berganimga ozgina qiziqarli bo'larmidi? Shu agar e'tibor bermanman-da, agar e'tibor bersamidi bo'ladi. Shuning uchun Shahriyor Gamer bilan bir oyga bir marta video chiqadi. Aytdim tosh chaqiropti deb. Asadbek, men senga tosh beraman deb chaqiropti. Qani kela qol, o'zimning jonajon koncham. Seni ko'rmaganimga 2 yildan oshdi deb o'ylasam, yo'q, sen 1 yildan oshibdi. Konchamni kovlaymiz. Sendek zo'r odam yo'q. Bunaqa konni hech kim topolmaydi, chunki bunaqa kon faqat sensan-da. Voy senga qara, voy buni kuchilarimning asali sariq ko'zlari shakar bo'lib paliq. Do'stlar, kommentariyam yozib boringlar. Meni yana raqiblarim bormi? Lekin raqiblar bo'lsa YouTuberlar bo'yicha nechinchi o'ringa turar ekanmi, shuni ham yozib olsanglar, juda xursand bo'lardim. Patishkada bo'lardim do'stlar sizlardan. Patishka bo'lardim. O'zi tattishka bo'lardim. Ko'p gapirib men. Mayli bir gapirmasdan o'ynasak ham bo'lar ekan. Hayot bor ekan-ki bizga. Hozir. Tibir bo'lma hozir. Bo'lmadi. Bittagina nazarga o'tish uchun menga bu yo'mayo. Va oxirgisi qo'ysa bizni hisoblaymiz. Degan yo'q. Biza bitta qolib ketdi. Down chingu mambaroj, shinji down in the down chingu mambaroj. Makumoshira.
Jingle bell, jingle bambroch. Jingle bell. Bitta nezadir yo'qlab kelaylikchi. Men qo'rqib ketaman-da. Voleybol o'ynaymiz degan men ahmoq. Gaz qaqqa ketibsan, yana bitta voleybol o'ynaylik. Gaz ketaverdimi? Qani gaz? Gaz mendan qo'rqma. Kelib. Qocha qaytaraman. Qocha. Nima? Adashib qo'yganim yo'q. Gazdan o'lib ketganim yo'q. Bilmasdan shunaqa bo'lib qoldi. Tezkir serverga. Ma bo'ladimi buncha sekin kiribdi? Serverga. Ishlar. Men qaydaman? Voy. Tez borish kerak. Spiranda borish kerak portalga. Narslarim menimcha bittasi ham yonib ketmagan bo'lsa juda xursand bo'lardim-da. Yonib ketmagan bo'lsa. Meni mehmon kutib oldi. Mehmon siz bilan hozir urush qilishdan vaqtim yo'q, kechirib qo'yasiz. Men yaxshiroq bo'laysiz-ku, to'g'rimi? Yana qotib qoldi. Bo'ldi, Minecraft yangi edi-ku.